Qandli diabetning belgilari qanday va u nimalar bilan namoyon bo'ladi? Bular umuman har xil kasallik kelib chiqishi bo'yicha. Lekin belgilari bir xil. Belgilariga yetadigan bo'lsak, biz o'sha bilamiz, og'iz qurishi, chanqash, quvvatsizlik, ayrimlarda oyoq og'rig'i kuzatiladi. Qandli diabetdan butunlay sog'ayib ketish mumkinligini bilasizmi? Chet elda bitta qarash bor. Agar o'sha semiz bo'lgan, ortiqcha tana vazni bo'lgan insonni psixolog yuborsa, psixolog bilan gaplashsa, hech kim kerak bo'lmaydi. Agar u ichidagi dardlarini yashirmasdan, hamma narsani muhokama qilsa, o'sha psixologik muammolarni hal qilsa, ozib ketadi. Va undan tashqari men juda ham tinglovchilarimizga, o'sha tomoshabinlarga aytar edim, agar yangi aniqlangan qandli diabet bo'lsa, ikkinchi turi, faqat ikkinchi turi, uni umuman yo'q qilib yuborish imkoniyati bor. Diabet qanday asoratlar bilan xavfli? Har bitta kasallik bu qo'rquvdan keladi. Vaqtimiz sal kamroq bo'lishi mumkin, lekin juda ham zo'r voqea bor va bu nimani dervishi uchratib qoladi yo'ldan. Dervish so'raydi, "Va bu sen qayerga ketyapsan?" "Men Bagdadga ketyapman" deydi. "Nima sen qayerga ketyapsan dervish?" "Men Mekkaga ketyapman, o'zimning vazifamni Alloh oldida bajarish uchun boryapman" deydi. "Sen nimaga?" deydi, "Nima Bagdadga ketyapsan?" "Men u yerda" deydi, "50 mingta odamni olishim kerak" deydi. Ular yo'llari har bittasi o'zi yo'li bilan boradi, keyin qaytayotganda yana uchrashib qolishadi. "Ha dervish, o'zingni nima vazifangni Alloh oldida bajardingmi?" deydi. "Ha, bajardim" deydi. "Sen meni aldading va bu. Sen 50 mingta odamni olaman degan eding, lekin sen 100 mingta odamni o'zing bilan olib ketding" deydi. "Yo'q" deydi. "Men 50 mingta odamni oldim" deydi, lekin qolgani qo'rquvdan o'ldi deydi. Aziz yurtdoshlar, sog'lom turmush tarziga amal qiling. Zararli illatlardan voz keching, hayotdan zavqlanib yashashda davom eting. Agar sizda modomiki mana shunday kasallik bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri hayot tarzini tanlang. Bu shunchaki kasallik emas, sog'lom turmush tarzi, sog'lom hayot tarzida yashash deganidir. Assalomu alaykum qadrli radio tinglovchilar, muhtaram teletomoshabinlar. O'zbekiston 24 teleradio kanalida dolzarb mavzudagi muloqotlarimiz davom etadi. Men an'anaga ko'ra ko'rsatuv avvalida bir nechta savollar bilan sizga murojaat qilmoqchiman. Diabetning belgilari qanday va u nimalar bilan namoyon bo'ladi? Qandli diabetdan butunlay sog'ayib ketish mumkinligini bilasizmi? Diabet qanday asoratlar bilan xavfli? Agar mana shu savollar sizga qiziq bo'lsa, demak suhbatimizga qo'shiling deymiz. Studiyamizga sog'lom turmush tarzi bo'yicha ekspert, shifokor, endokrinolog, tibbiyot fanlari nomzodi Feruza Tohirova, shuningdek Xalq tabobati assotsiatsiyasi a'zosi, vrach, fitoterapevt Dilfuza Haydarovalarni taklif qilganmiz. Studiyamizga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Hech kimga sir emas, qandli diabet butun dunyoda keng tarqalgan kasallik hisoblanadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda 828 milliondan ortiq odam bu kasallikka chalingan. Keyingi 30 yil ichida qandli diabet bilan kasallanish darajasi 2 barobarga oshgan. Bugungi dasturimiz davomida ushbu kasallikning alomatlari, belgilari, keltirib chiqaruvchi omillar va davo yo'llari bo'yicha suhbatlashishni maqsad qilganmiz va aytishimiz kerak, bu dasturni ko'p sonli radio tinglovchilarimiz, teletomoshabinlarimizning talab va istaklaridan kelib chiqib tayyorladik. Keling, dasturimiz avvalida Feruza opa aytaylik, qandli diabet o'zi nima? Va u qanday belgilar bilan namoyon bo'ladi? Shuni bilib olishimiz kerakki, qandli diabet kasalligiga bir nechta kasallik kiradi. Uni asosiy ikkita turi bor. Birinchisi qandli diabet birinchi turi, ikkinchisi bu ikkinchi turi. Bular umuman har xil kasallik kelib chiqishi bo'yicha. Lekin belgilari bir xil. Belgilariga yetadigan bo'lsak, biz o'sha bilamiz, og'iz qurishi, chanqash, quvvatsizlik, ayrimlarda oyoq og'rig'i kuzatiladi. Mana qandli diabet birinchi turi bu autoimmun kasallik. Bu degani bizani immun, ya'ni bizani kasalliklardan himoya qiladigan tizimimiz o'zimizga qarshi ishlaydi. Men har doim shukr qilaman, bu kasallik O'zbekistonda boshqa davlatlarga nisbatan kam. Qandli diabet birinchi tur nimaga? Chunki qandli diabetni birinchi tur tarqalishi ekvatordan qancha uzoq bo'lsa, shuncha ko'p bo'ladi. Sovuq mamlakatlarda ko'proq. Bu juda og'ir kasallik. Nimaga? Chunki hatto chaqaloqlar ham bu kasallikka duchor bo'lishi mumkin. Bu kasallikka hali davo topilmagan. Bu kasallikka faqat insulin bilan davolanadi va umr bo'yi. Endi siz yuqorida aytgan juda keng tarqalib borayotgan, bizda ham yosharib borayotgan turi bu qandli diabet ikkinchi turi. Qandli diabet ikkinchi turini sababi bu semizlik. Ortiqcha vazn. Ortiqcha vazn.
va oddiy qorin qo'yish. Qorin qo'ydimi inson, bu degani uni jigarini ichini yog' bosdi degani. Hindistonlik bir tabib ustozim aytganlaridek, har bir kasallikni bakteriyalar va parazitlar keltirib chiqaradi. Bu eng birinchi omillardan biri. Inson hamma hayvonotni yeydi, odamni ham bakteriyalar va gijalar yeydi. Me'dalarimiz ishlar jarayoni buzilishi. Har bir me'dalarimiz o'ziga xos gormonni ishlab chiqaradi. Balansi buzilsa, noto'g'ri gormon chiqarishni boshlaydi. Qon aylanmasi buziladi. Qandli diabet bu qonda qand miqdori ko'paygan sababli qonni zaharlanishi deyiladi. Bundan tashqari qandli diabetga olib keladigan psixosomatik omillardan qarasak, bu hukmdorlik kasalligi deb hisoblanadi. Buni mohiyatda hukmdorlik qilish xususiyatini hayotda ro'yobga chiqara olmagan va uni farzandlariga o'tadi. Shuni genetik omil desak bo'ladi. Genetika bo'yicha otadan qizga, onadan o'g'il farzandga o'tadi. Ko'plab mijozlarimda bu kasallik avlodida bo'lmagan. Shuning uchun har doim genetik kasal deb bo'lmaydi. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, sog'lom turmush tarzidan uzoqlashish mana shunday kasalliklarga olib kelar ekan nazdimda. Hozir bir yaxshi fikrni aytib o'tdingiz, psixologik omillar bilan ham bog'liq deyilganda, bizda hali ham qandli diabetga nisbatan kasallikni yashirish, ayniqsa qizlarda bu turmush qurish kerak yoki boshqa sovchilar nima deydi degan bir an'ana yoki bir stereotiplardan kelib chiqib yondashiladida. Mana shunday psixologik omillar ham kasallikni erta aniqlanishiga menimcha to'siq bo'ladi. Feruza, to'g'rimi? Albatta. Chet elda bitta qarash bor. Agar o'sha semiz bo'lgan, ortiqcha tana vazni bo'lgan insonni psixologga yuborsa, psixolog bilan gaplashsa, hech kim kerak bo'lmaydi. Agar u ichidagi dardlarini yashirmasdan, hamma narsani muhokama qilsa, o'sha psixologik muammolarni hal qilsa, ozib ketadi. Va undan tashqari men juda ham tinglovchilarimizga, o'sha tomoshabinlarga aytar edim, agar yangi aniqlangan qandli diabet bo'lsa, faqat ikkinchi turi, uni umuman yo'q qilib yuborish imkoniyati bor. Imkoniyati juda oson. Tana vaznini kamaytirish, ya'ni sog'lom ovqatlanish, jismonan faol bo'lish, kayfiyatni yaxshilash, zararli odatlardan yiroq bo'lish, kun tartibiga rioya qilish va albatta stressga chidamlilik. Ko'rsatuvga tayyorgarlik ko'rish jarayonida ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan muhokamalarni kuzatdim. Odamlar men bu kasallikdan davolandim degan fikr bildiradigan bo'lsa, unga shubha bilan qarash juda ham kuchli. Uni inkor qilayotgan, bu mutlaqo imkonsiz deb aytayotgan, hattoki shifokorlar ham bu muhokamalarga qo'shilib bu imkonsiz degan bir gaplarni aytayotganligiga guvoh bo'lyapmiz. Ayni mana shunday fikr bildirayotganlar uchun ayni mana shu kasallikni o'zida o'tkazgan va bugungi kunda shifo topgan siz va biz kabi sog'lom hayot kechirayotgan insonlardan birini hozir dasturimizga olamoqchimiz. Quloqchinlarni taqib olsak, ularning gaplarini eshitishimiz mumkin. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sunnat aka, yaxshimisiz? Sir emas, ko'pchilik holatlarda qandli diabetdan butunlay tuzalib ketish mumkin degan gapga shubha bilan qarayotganlar bor. Siz aynan o'zingizni mana shu jarayonlarni boshidan o'tkazgan inson sifatida qanday tartiblarga rioya qilinsa bundan butunlay forig' bo'lish mumkin? Teletomoshabinlarimizga, tinglovchilarimizga o'z tajribalaringiz bilan bo'lishsangiz, marhamat. Menda mana shunaqa ozgina sog'lig'imda muammo bo'ldi. Analiz topshirganimda menda mana shunaqa qandli diabet kasalligi borligi aniqlandi. Shunaqa tashxis qo'yildi. Turimiz borlar, Dilfuza Pamli sho'larga murojaat qildim. Ularning oldilariga borganimda menga to'g'ri ovqatlanish, o'smani suvini ichish, chayni sodani ichishni tavsiya qildilar. Men o'shani bir 3 oy to'g'ri ovqatlanib, dieta qilib, menda mana shu kasallik o'tib ketdi. Umuman hozir unaqa baland emas, anaqa 2 marta 3 marta o'lchaganimda norma ko'rsatdi. Shu oddiy tabiiy yo'l bilan ham davolansa bo'ladi. Sunnat aka, sir bo'lmasa, mana shu oxirgi o'lchagan paytingizda qondagi shakar miqdori qanchani tashkil etdi? Davolangandan keyin 4,5-4,7 chiqdi-da. Qarang, birinchi marta mana shunday sizda qandli diabet bor ekan deganda o'zingizdan nimalarni his qildingiz? Qandaydir bir qo'rquv yoki hadikka o'xshash narsa bo'ldimi? Menda ozgina bo'ldi shunaqa narsa, lekin Dilfuza Pamli psixolog hamladi. Misol uchun murojaat qilsangiz, stress deydimi, boshqa deydimi, shunaqalarga tushib qolgan paytimda ham ular bilan gaplashib, muloqot qilib, ancha meni to'g'ri yo'lga boshlab, ko'rsatib, shu to'g'ri ovqatlanish, ko'proq yurish, mana shunaqa narsalarni tavsiya berganlar-da. Keyin men aytaman, hammaga anaqam bor, hech qachon unaqa qo'rqish kerak emas bu kasallikdan. U o'tib ketadigan narsa ekan. Ayta olasizmi? Masalan, o'zingizda mana shu kasallik kelib chiqishiga qanday omillar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin? Ko'proq hozirgi paytda asab buzilishi,
anaqa bo'lar bo'lmasga anaqa qiluverish mana shunaqalardan kelib chiqsa kerak deb o'ylayman. Rejimingiz qanday? Kun tartibingiz, masalan, ovqatlanish, o'sha sog'lom turmush tarzida davom ettiryapsizmi? Ha, shunaqa. Rahmat. Sunnat aka, doim sog' bo'ling, salomat bo'ling. Savol bersam bo'ladi? Sizni marhamat, hozir sizga bir savol bor, Sunnat Sunnat aka. aka, sizga bitta savol. Mana sizga qandli diabet 2-turi tashxis qo'yilganida sizni tana vazningiz necha kilogramm bo'lgan? 100 kilodan sal oshiq edim menimcha. Hozir necha kilogrammsiz? Hozir 90 kiloman. Hozir qorin qo'yganmisiz? Qorningiz bormi? Bor ozgina. Aha. Sizga maslahatimiz albatta o'sha o'zingiz aytayotgan tamoyillarga rioya qilib, qorin sohasida yog' ko'payishini oldini olib turasizda, bo'lmasa qandli diabet qaytib kelishi mumkin. Bo'ldi. Sog' bo'ling. Sunnat aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Dasturdagi ishtirokchimiz sizga rahmat aytamiz. Xalq tabobati ko'plab kasalliklarga chora topilgan. Mana yaqinda ham amerikalik bir tadqiqotchini asarini o'qidim, Ibn Sinoni. Mana CNNda ham Ibn Sino haqida maqola e'lon qilindi. Maqolalarda aytilyaptiki, Ibn Sino bugungi uchrayotgan kasalliklarni deyarli barchasini davom muolajalarini bundan bir necha asrlar oldin aytib bergan. Qandli diabet qadimdan ham bo'lganmi o'zi, Dilfuza opa? Qadimdan bo'lgan. Qadimiy Misrda asosan parhez bilan davolashgan. Loviyani ivitib, loviyani ertalab o'zini yeb, ivitilgan loviyani yana uni sokin ichishgan. Yana sut bilan davolashgan. Qadimgi sivilizatsiyada shifokorlar qandli diabet bilan bog'liq belgilarni tushunishgan, ammo ularning davolash imkoniyatlari cheksiz bo'lgani uchun ko'p holatlarda inson uzoq umr ko'rmagan. Shuning uchun har bitta kasallik bu qo'rquvdan keladi. Vaqtimiz sal kamroq bo'lishi mumkin, lekin juda ham zo'r voqea bor va bu nimani dervishni uchratib qoladi yo'ldan. Dervish so'raydi: "Va bu san qayerga ketyapsan?" "Men Bagdadga ketyapman" deydi. "Nima san qayerga ketyapsan dervish?" "Men Mekkaga ketyapman, o'zimning vazifamni Alloh oldida bajarish uchun boryapman" deydi. "Sen nimaga?" deydi, "Nima Bagdadga ketyapsan?" "Men u yerda" deydi, "50 mingta odamni olishim kerak" deydi. Ular yo'llari har bittasi o'zi yo'li bilan boradi, keyin qaytayotganda yana uchrashib qolishadi. "Ha dervish, o'zingni nima vazifangni Alloh oldida bajardingmi?" deydi. "Ha, bajardim" deydi. "Sen meni aldading va bu. Sen 50 mingta odamni olaman degan eding, lekin sen 100 mingta odamni o'zing bilan olib ketding" deydi. "Yo'q" deydi, "Men 50 mingta odamni oldim" deydi, lekin qolgani qo'rquvdan o'ldi deydi. COVID-19 jarayonini ko'rdik-ku biz. Hammasi qo'rquvdan. Juda ta'sir qiladi. Chunki asab tizimi labillashadi-da. Odam qo'rqsa, o'sha himoya tizimi pasayadi. Chunki qo'rquv gormonlari, stress gormonlari oshadi. Stress gormonlari albatta shu butun organizmga ta'sir qiladi. Yana bitta narsaga urg'u berib ketmoqchi edim, ruxsat bersanglar. Hozir eshitib turgan insonlar noto'g'ri xayolga bormasligi kerak. Nimaga? Mana biz aytamiz, qandli diabet 2-turini umuman davolab yuborsa bo'ladi. Ha, lekin bu yangi aniqlangan qandli diabet 2-turi. Ya'ni yaqinda tashxis qo'yildi. Masalan, 20 yillik diabet, asoratlari rivojlanib bo'lgan diabet bemorlarida bu imkonsiz. Nima uchun? Chunki insulin yetishmovchiligi rivojlanadi ularda organizmida va bu tashqi ko'rinishdan ko'rinadi. Masalan, men endokrinolog shifokori sifatida bemor tashqi ko'rinishiga qarab aytishim mumkin. Bu insonni diabeti umuman yo'q qilib yuborsa bo'ladi, lekin bu insonga kech. Bunga alohida e'tibor berish kerak, chunki yanglishib odamlar, chunki bilamiz qandli diabet asoratlari juda ko'p. Avvalambor mayda tomirlarga ta'sir qilgani uchun ko'z ko'rish qobiliyati pasayadi, hatto ko'rlikka olib kelishi mumkin. Keyin buyrak faoliyati buzilib, o'sha surunkali buyrak yetishmovchiligi, ya'ni gemodializ muolajasiga muhtoj bo'lib qolishi mumkin insonlar. Keyin o'sha yirik qon tomirlari shikastlangan sababli infarkt, insultlar bo'lishi mumkin. O'sha sababli yaralar oyoqlarda eshitamiz, amputatsiyalar bo'lishi mumkin. Yana bitta narsa, afsuski, mana qandli diabet 2-turi rivojlanib, sekin borgan uchun ko'pincha yaqqol belgilar bo'lmaydi. Masalan, kimnidir qonda qand miqdori birdan oshib ketmaydi qandli diabet 2-turida. Asta-sekin oshadi. Mana agar norma venoz qonida 601 gacha bo'lsa, kapillardagi barmog'imizdagi 3-5-5. 2 xil bo'ladi. Lekin keluvi ham norma, bu ham norma, bu ham norma. Va shunda sekin oshadi. Masalan, barmoqdan topshirsa 5-7 bo'ladi, venadan 6-2 bo'lishi mumkin. Sekin-sekin oshadi-da, keyin diabet oldi holatiga keladi. Ya'ni masalan, venadan tekshirganda 601 dan 7 gacha.
Diabet oldi holati ikki xil bo'ladi. Ya'ni o'sha och qoringa qonda qand miqdori me'yorda, lekin ovqatdan keyin baland. Va ikkinchisi bo'ladi diabet oldi holati och qoringa baland, ovqatdan keyin past. Shuning uchun albatta qandli diabetga tekshirmoqchi bo'lganda ikkinchi turiga o'sha qorin qo'ygan insonlar albatta tekshirish kerak. Insonlar 40 yoshdan oshdimi, albatta tekshirtirib, har yili bir marta shifokorga murojaat qilib, o'sha yashash joyi bo'yicha oilaviy poliklinikaga chiqib, och qoringa ovqatdan keyin 2 soatdan keyin kerak bo'lsa o'sha test sinamalarini qilib albatta topshirish kerak, chunki mana shunaqa sekin-sekin oshadi-da, oxiri 7 dan oshadi. 7 dan oshsa bo'ldi, bu degani diabet degani. Qandli diabet ikkinchi tur degani. Qaytarsa bo'ladi, lekin qiyinroq bo'ladi. Umuman davolab, ya'ni remissiyaga tushirish deyiladi buni. Agar inson o'sha remissiyaga tushirib yana 3-5 ga yoki 6-1 ga tushirsa, lekin yana o'sha noto'g'ri turmush tarzi, kam harakatlilik, qorin qo'yish davom etaversa, yana qaytib keladi bu kasallik. Chunki biz ko'rganmiz bemorlar o'zida. Diabetni yo'q qildim deb xursand bo'lib ketishgan, rahmat deb ketishganda, keyin qaytib kelishgan. Voy, yana semirdim, yana qaytib keldi diabet deb. Muxbirlarimiz mavzu yuzasidan lavha tayyorlashgan. Quvonarlisi, lavhada muxbirlarimiz savollariga javob bergan yurtdoshlarimizning aksariyati mazkur kasallik oqibatlari sabablaridan xabardor. Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, 1990-yildan beri diabet bilan yashayotgan kattalar soni 4 barobardan ko'proqqa oshib, 2024-yilda 800 milliondan oshdi. Mamlakatimizda ham qandli diabet bilan kasallanganlar soni oshib bormoqda. Shifokorlarning ta'kidlashicha, bu kasallik tobora yosharib bormoqda. Biz yurtdoshlarimizning mazkur kasallik alomatlaridan qanchalik xabardorligi bilan qiziqdik. Qandli diabet qanday kasallik? Ha, eshitganman, lekin buni yaxshi emas kasalligini bilaman lekin. Qandli diabet juda ham xavfli va og'ir kasal. Qandli diabet odamni ichida shu shakar miqdori oshib ketishiga aloqador kasallik. Yaxshi kasallik emas, men buni bilaman. Qanaqa kasalligini bilmayman. Xabarim yo'q. Odamda qand kasali ko'payib ketadi. O'sha suvsizlik, nimalar kelib chiqadi undan. Qon tarkibida shakarning ko'pligidan. Belgilari qanday? Belgilari meni bilishimcha odam ko'proq suv sap turadi, suv ichgisi keladi. Odam quvvatsiz bo'ladi deyishadi. Odamda og'iz qurishi boshlanadi, holsizlik, ozib ketish. Bu adashmasam odamda charchoq ko'p bo'ladi, keyin holsizlanish ko'p bo'ladi o'sha. Charchash, terlash, chanqash. Chanqashlik, holsizlik. Kasallikni davolash mumkinmi? Yo'q. Kamaytirish mumkin menimcha, lekin butunlay davolash mumkin emas deb o'ylayman. Imkoniyat mavjud. Aqsh olimlari tomonidan yaqinda o'qidik. Butunlay sog'aytirish imkoniyati mavjud. Eshitishim bo'yicha davolashi yo'llari bor deyishyapti. Kasallik o'zi davosi yo'q, dardni o'zi yo'q, lekin inson chin dildan xohlab harakat qilsa, albatta davosini topadi deb o'ylayman. Shifokorlarning fikriga ko'ra, sog'lom turmush tarzi ko'plab kasalliklarga qarshi eng yaxshi davo. Shunday ekan, jismoniy faollikni oshiring va salomat bo'ling. Rahmat. Yana bir yurtdoshimiz o'z shaxsiy tajribalaridan kelib chiqib, mana shu tur kasallik bilan og'rigan bemorlarga bir motivatsiya bo'lar degan ma'noda ularni ham efirga ulamoqchimiz. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zi yaxshimisiz? Kechirasiz, ismingiz? Ahmad. Ahmad aka, yaxshimisiz? Ahmad aka, yoshingiz nechida? 64 da. 64. Umringiz uzoq bo'lsin. Ahmad aka, necha yoshingizda mana shu kasallik sizda borligini aniqladingiz? Kasallik bo'lganimda bir 20 yildan oshib ketdi-da. Hozir qanaqa sizda qondagi qand miqdori? Yaxshi, mana hozir Aydarova qancha Diluz opaga o'sha pullar 14 edi, hozir 6,5-7 ga tushib qolgan. Yaxshi, ancha o'zgarib qilyapman. Davolash soz bo'lyapti. O'zim seylarni yengil oldi, yaxshi bo'lancha. Oldindaligim. Ahmad aka, aynan qarang, mana shu 6 yu necha miqdorda aytyapsiz-ku. Bu qancha vaqtdan beri shunday bo'lib turibdi? Shu mana qaddigamdan beri yaxshi bo'lancha. Ancha bo'ldi. Aha. Endi o'zimga yurishayapman yaxshi bo'lancha. Bir xillarda mana muhokamalarda ko'p eshitamiz, qat'iy diyetani shifokorlar shunday diyetalar tuzib berishadiki, bu organizmda umuman vitamin yetishmasligiga yoki boshqa sabablarga ham olib kelishi mumkin-da. Sizda hozir qanday qoidalarga rioya qilyapsiz? Parhez qilyapsizmi? Sog'lom turmush tarzimi? Dorilarni aytganman, ichib o'sha dorilarni.
doktor degan dorilar ichaman vaqtiga, parhezim vaqtiga emas. Doimiy vazningizni o'lchab turasiz, to'g'rimi? Vaznim hammasi normal, Xudoga shukr. Oldin 120 kilogramm shunday semirib ketdim men. Manga shu semirligidan qo'yibdi, semirgansiz shundan sahr bo'lgan dedi menga. Bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimizga, radio tinglovchilarimizga qanday tavsiyalarni berasiz? Mana shu kasallik bilan kurashayotgan, ma'lum yaxshi ijobiy natijaga erishgan inson sifatida. Shu vrachni maslahatini olish kerak, vaqtiga dietani vaqtiga qilish kerak, sal naft yeyish kerak, keyin ko'proq yurish kerak. Zararli odatlardan voz kechish kerak, to'g'rimi? Ichish, chekish. Sigaret chekmaslik kerak. Xudo xohlasa, yaxshi bo'lib, sog'ayib ketadi, xudo xohlasa. Ahmad aka, siz sog'lomman deyursinda, kasalman desa kasal qolaveradi. Ha, demak ruhiy ham ruhiy jihatdan ham o'zini baquvvat tutish. O'zi sal ko'tarish kerak. Masalan, men yaxshiman, yaxshi bo'lyapman deb. Hammasi uchun ham bog'liq. Xudoga shukr, men yaxshi mana Dilfuzaxon nima qilyaptilar, davolayaptilar. Rahmat, Ahmad aka, umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. An'anaviy tibbiyot bor bizda, zamonaviy tibbiyot bor. Ikkalasi uyg'un bo'ladigan bo'lsa, bu mukammal tibbiyot bo'lsa kerak nazarimda. Bugungi kunda xalq tabobati an'analari Dilfuza opa qandli diabetni davolashda qanchalik samara beryapti? Qanday yutuqlar orqali mana bemorlarni davolayapsiz? Qanday metodlar orqali? Bilasizmi, faqatgina bemor tartibga rioya qilsaki natija bo'ladi. Bunga hech qiyin narsa yo'q. Faoliyatim davomida alohida davolash uslubi ishlab chiqarganman. Bu ertalab va kechqurun choy sodani 100 ml qaynagan suvga 1 choy qoshig'i eritib ichiladi. 3 hafta o'sma sokini 3 mahal, 3 hafta, yana 3 hafta 2 mahal, keyin 1 mahaldan ichiladi. Hamma davolanadi. Davolanish juda ham oson. Maslahatimga rioya qilsa bo'ldi. Bu yerda dietani men qattiq ushlamayman, faqatgina unli mahsulotli va shirinligini yo'q qildiraman va go'sht mahsuloti kamaytiraman. Endi zamonaviy tibbiyotda qanday metodlar bor? Feruza opa, ular qanchalik mana shu qandli diabetni davolashda samarali va bezarar? Bizda bilamiz-ku, masalan, qandli diabet uzoq muddat, bir umr davolanishni hattoki talab qiladi. Bu jarayonda agar odam ko'z oldiga keltirsa, bir tog'dek bir tabletkalarni ichib yuborish kerak bo'ladi. Bularni jigar faoliyatiga, buyrak, o't faoliyatiga, oshqozon, ichak faoliyatiga ham ta'sirlari, salbiy ta'sirlari bor albatta, to'g'rimi? Qandli diabet ikkinchi turini davolashda mana oldin ham bo'lgan, hozirda ham asosi bu o'sha sog'lom turmush tarzi. Mana oldin har xil dietalar bo'lgan, hozir o'sha xalqaro olimlar hamjamiyati qandli diabet ikkinchi turi davolashga alohida hech qanaqa parhez usulini tavsiya qilmaydi. Ular aytishadiki, qandli diabet ikkinchi turi bemorini davolash, o'sha parhez, sog'lom turmush tarzi, sog'lom ovqatlanishi sog'lom odamligidan farqlanmasligi kerak. O'sha darajada oqsil, o'sha darajada murakkab uglevodlar va o'sha darajada yog'lar iste'moli bo'ladi, lekin ratsionni ozgina to'g'irlash kerak. Ayniqsa oddiy uglevodlarni cheklash kerak. O'sha shakar, shirinlik, asal, novvot, shunaqa ko'pincha narsalar va qolganini me'yorda tanovvul qilsa, boshqacha hech qanaqa maxsus parhez usuli yo'q. Taomlanish rusumlari bor. Mana o'rta yer dengizi deyiladi, DASH parhez usuli bor, keyin Mind parhez usuli bor, Nordic diet degan. Ular o'sha sog'lom ovqatlanishni bir rusumi. 9-stol deydi. Persner bo'yicha 9-stol bo'lgan-da oldin, lekin u hech qanaqa ilmiy izlanishlarga asoslanmagani uchun hozirda butun dunyoda tavsiya qilinmaydi. Men o'zim ham shifokor sifatida bu stolni tavsiya qilmayman. Nima uchun? Chunki unda juda keskin cheklovlar bor. Insonda agar biz o'sha oddiy ovqatlanishdan lazzatini kamaytirsak, yana psixologik qanaqadir zarba beramiz. Masalan, dieta hamma qo'rqib ketadi-ku, hattoki sog'lom odamlar qo'rqib ketadi. Mana bemorimiz aytayotdilar, men harakat qilaman, men to'g'ri ovqatlanaman deb. Mana isbot. Endi zamonaviy dorilarga keladigan bo'lsak, hozir juda olamshumul yangilik bo'ldi. Bir ukol yaratildi, teri ostiga qilinadi. U birinchi ixtiro qilinganida kalta kesiklarni so'lagidan topishdi. Gormon. Glukagonsimon peptid gormon degan. Hozir shu bizda ham sotiladi, chet elda ham. Shunaqa ajoyib dori vositaki, uni qilganda umuman tez ozadi inson va tez
diabet ketish ehtimoli va diabet kerak bo'lsa davolash jarayoni osonlashadi. Judayam bu hozir hatto ularga hozir mana Nobel mukofotini berish jarayoni maslahat berildi, shularga beraylik deb. Shunaqa olamshumul. Chunki o'sha yuqorida aytdingiz, shunchalik ko'p qandli diabet ikkinchi tur bemorlar bu muammo hal qilmasa nogironlik ko'payib ketadi. Undan tashqari yana dorilar bor. Masalan, buyuramizni qonda qand miqdorini pasaytirish uchun dori vosita u buyrak bilan, ya'ni peshob bilan ortiqcha glyukozani, shakari chiqarib yuboradi. U ham juda ham yaxshi innovatsion dori vosita hisoblanadi. Endi bularga qo'shib yoki agar bular ta'sir qilmasa insulin bilan davolash. Agar to'g'ri qilsa, albatta maqsadga muvofiq. Va butun dunyo xalq tabobatida aynan semizlikni kamaytirish, ya'ni tana vaznini kamaytirish, qandli diabet ikkinchi turini davolash uchun juda ko'p shifobaxsh o'simliklar bor. Aynan O'zbekiston boy shunaqa shifobaxsh o'simliklarga. Masalan, rastarovsha deymiz, o'sha qushqo'nmas, hashratqi barglardan foydalanish, anjir bargi juda ko'plab usullar aytilyapti. Bugungi kunda eng mana shu kasallik bilan og'riyotganlarga profilaktika yoki mana shu kasallikni yengillashtirish maqsadida qanday o'simliklarni tavsiya qila olasiz? Marhamat. Bilasizmi, mo'jiza yo'q. Mo'jizani odam o'zi yaratish kerak. O'zi mo'jizaga aylanish kerak. O'zi harakat qilish kerak. Yo'q bunaqa narsa. Sen mana shunigina ichsang, sen tuzalib ketasan. Yo'q. Birinchi parazitlardan organizmni tozalash kerak. Ichaklarni shlaklardan tozalash kerak. Odam 3 kun ichida odam organizmi ichagi 3 kilodan 6 kilo, 18 kilogacha axlat yig'adi. O'sma va chayni soda, yana topinambur urug'i. Topinambur urug'ini maydalab, 1 choy qoshiqdan 3 mahal ichib, 1, 2, 3 oy, 4 oy, 5 oygacha qandli diabeti normasiga qarab. O'zi semizlik rivojlanadi, inson ichak mikroflorasini, ya'ni mikrobiotasini buzilishi. Bizning ichimizda, ichaklarimizda bizga yordam beradigan millionlab mikroorganizmlar bor. Ular biz bilan birga yashaydi, bizga foyda. Uni tibbiyot tilida saprofitlar deyiladi. Ular biz ularga ozuqa berishimiz kerak. Ozuqa bu ozuqa tolalari. Bu kletchatka, prebiotik deyiladi. Yana probiotik degan narsa bor. Bu foydali mikroorganizmlar biz o'sha tashqaridan berishimiz kerak. Masalan, sut mahsulotlari bilan, aynan kefir, qatiq, grek, yunon yogurti, shularning yordamida mikroflora me'yorda bo'ladi. Va o'sha aytayotgan yer nokidagi ozuqa tolalari yoki butun doniylardagi ozuqa tolalari insonni to'q tutadi-da, ko'p ovqat yemaydi inson. Va shunda hattoki xolesterin darajasi kamayadi. Mana O'zbekistonni shifobaxsh o'simliklaridan oddiy barbaris oshga solinadi-ku. Oddiy o'sha zirk bizda o'zbek tilida o'shani damlab, ichib, shu paytgacha bizda ichishgan ekan. Men ham kasabamdan eshitib qoldim. Bilasizmi, uyimdagilar zirk ichishadi, damlab, xolesterin pasaytirar ekan deb. Keyin hamma ichishni boshladi, bemorlarga aytdik, hamma xolesterini pasayib ketdi. Shuning uchun bizning o'zimizni O'zbekistondagi shifobaxsh o'simliklarning ahamiyatini biz kuchaytirishimiz lozim. Albatta, bizga ajratilgan vaqt nihoyalab boryapti. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Mana shu kasallik tashxisi qo'yilgan bemorda birinchi to'qnash keladigan ko'plab psixologik jarayonlar bor. Yaqinlarning ko'magi bunday paytda juda ham muhim. U biroz jahldor bo'lib qolishi mumkin, biroz tez narsaga xafa bo'lib qolishi mumkin, xarakterida o'zgarishlar paydo bo'lishi mumkin, injiq bo'lib qolishi mumkin. U paytda avvalambor kasallik bilan kurashayotgan inson sifatida unga qarashsa, unga motivatsiya berishsa, uni qo'llab-quvvatlashsa, bu kasallikni yengishda unga juda ham katta yordam beradi, to'g'rimi? Albatta, albatta. Bu juda muhim, chunki kayfiyatni hech qachon tushirish kerak emas. Hamma muammoni hal qilish mumkin. Albatta, va bu yilgi davlat dasturida ham qandli diabet bilan og'rigan bemorlarni 100% qamrab olish bo'yicha katta maqsadlar ko'zlangan va bizda tibbiy sug'urta tizimi ishga tushyapti. Mana odamlarimizni o'zlari ham vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tib, shifokorlarning maslahatlariga amal qilishsa, sog'lom turmush tarziga rioya qilishsa, ayniqsa yoshlarimiz mana shu energetik ichimliklardan juda ehtiyot bo'lishi kerak. Sog'lom turmush tarziga qat'iy rioya qilishadigan bo'lsa, bu kasalliklardan o'zini asragan bo'ladi va boshqalarga ham yordam bergan bo'ladi. Bizning
savollarimizga ekspert endokrinolog tibbiyot fanlari nomzodi Feruza Tohirova, shuningdek Xalq tabobat assotsiatsiyasi a'zosi vrach fitoterapevt Dilfuza Haydarovalar javob berishdi. Dasturdagi ishtirok uchun rahmat deymiz. Aziz yurtdoshlar, sog'lom turmush tarziga amal qiling. Zararli illatlardan voz keching, hayotdan zavqlanib yashashda davom eting. Agar sizda modomiki mana shunday kasallik bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri hayot tarzini tanlang. Bu shunchaki kasallik emas, sog'lom turmush tarzi, sog'lom hayot tarzida yashash deganidir. Bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Siz bilan keyingi dasturlarda uchrashguncha xayrlashib qolamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.